Assalomu alaykum obunachilarim. Mana bugun biz uyda kamgina o'g'irga boshladik. Kongo va O'zbekiston chempionatini ko'rib juda siqilganimdan o'zimni ovuntirish uchun bir o'g'irga qilib tashay dedim. Stollarni artib, qanina oyijonim kelguncha hamyonni chiroyli chinnidek qilib qo'yib, xursand qilib qo'yay dedim. O'zimda ham ko'nglim, bahri dilim ochiladi deb ko'ryapsizlarmi? Chekada ko'k choyim bor. Damashning ko'k choyi bu. Mazali muzdekini yozligini zo'r ketadi-da. Albatta futbolchilarimiz haqida yomon fikrlar bildirmaslikka harakat qilamiz. Ko'pchilikdan shuni iltimos qolaman. Avval o'zlaring bir narsani qoyil qilib qo'ygandek, keyin muhokama qilinglar futbolchilar haqida. Bu narsani biz muhokama qilmasligimiz kerak deb o'ylayman. Bu shaxsan meni fikrim deb o'ylayman yanayam. Bular harakat qilishda futbolchilarga ham oson tutmash kerak. Shuncha qiynalib, shunchalik o'ynashda, erta shuncha odamni oldida baribir hayajon bosadi. Birinchi marta chiqishi, hamma bu yoqda qo'llab-quvvatlab turibdi, duo qilib turibdi. Shaxsan meni fikrim, ular juda ham zo'r o'ynashdi. Ularga qoyil qolmaslik iloji yo'q. Ayniqsa Shomurodov gol urgani juda ham zo'r bo'ldi. Abbos akani ham juda ham yaxshi gol urgani esda qolarli bo'ldi. Yana choyimni ichib oldim, chanqib ketdim birpas. Xullas, sizlar bilan birpas gaplashib, mana shunday uborkani qilib qo'ydim degan umiddaman. Hali keyingi videolarimni qolgan uborkalarimni ko'rsatishga harakat qilaman. Xudo xolasa, meni videolarimni kuzatishda davom eting, menga obuna bo'ling, albatta like bosib